Mana bu postga ko'pchilikning e'tibori tushgani aniq, chunki Manchester City o'zining rasmiy Instagram sahifasida 19 dekabr kuni O'zbekiston bilan yo'lga qo'yiladigan katta bir loyihani e'lon qilish haqida post joyladi. Va do'stlar, bu qanday loyiha bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi aniq, chunki bilasiz, Cityga egalik qiluvchi kompaniya City Group hamma joyda ham futbolga oid loyihalarni yo'lga qo'yavermaydi. Balki qaysidir klubni sotib olish ustida ishlar ketayotgan bo'lishi mumkin yoki Cityning O'zbekistondagi akademiyasi bo'lishi mumkin. Buni biz faqat 19 dekabr kuni bilib olamiz. Katta ehtimol bilan 2025-yilning o'zbek futboliga oid eng katta futbol xabarlaridan biri bo'lsa ajab emas. Bilasiz, bir necha oylar oldin O'zbekiston delegatsiyasi rasmiy tashrif bilan City qarorgohida bo'ldi. U yerda Pep Guardiola va Cityning boshqa rahbariyatlari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Katta ehtimol bilan mana shu rasmiy tashrif doirasida, shu tashrif chog'ida shu kelishuvga erishilgan bo'lsa kerak. 19 dekabr kuni biz kutib qolamiz. Siz esa do'stlar, bu qanday kelishuv yoki loyiha bo'lishini kommentlarda yozib qoldiring. O'z fikrlaringizni bildiring. 19 dekabr kuni birgalikda bilib